Mərziyyət Tursun Qızlar Əngişləri namlı kitapta mundaq degan. Ey, güzel qız, siz şu tapda ma'lum bir universitetning azadi ko'chasida zamonga loyiq kiyinib, mag'rur qadam ilib ketib o'tib, buningdan keyingi hayotlik yo'lingizda qanday qilishni, qanday istiqbolga erishishni ko'zlagan, ko'ngilingizga nurg'a yuksak g'oyalarni tutgan, shu yo'lda tinimsiz tirishayotgan, izlanayotgan, o'ylanayotgan g'oyalik o'quvchi bo'lishingiz mumkin. Yoki o'rta maktabda o'qiyotgan, oliy maktablarda o'qishni orzu qilayotgan, intilishi kuchlik, ulug' g'oyaga ega o'quvchi bo'lishingiz mumkin va yoki o'rlab o'qish orzuyingiz amalga oshmay qolgan, asosiy qatlamlarda ishlayotgan yoki xizmat kutib turgan va yoki hayot yo'lida tantirab qolgan qiz bo'lishingiz ham mumkin. Hatto nurg'un arzu armonlaringiz murakkab ijtimoiy sabablar tufaylidan ko'pikka aylangan, armoningiz armon ketib qolgan, taklimakonning bir chetidagi xilvat makonga bog'lanib qolgan, unumsiz yerlaringizga ter to'kayotgan dehqon qiz bo'lishingiz mumkin. Qanaqla bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz go'zal, nazokatli, yaxshi xuluqli bir Uyg'ur qizi bo'lgan ekansiz, o'z millatingizning an'anasi bo'yicha o'z-o'zingizni takomillashtirishingiz kerak. Hergiz bu yo'ldan taymasligingiz kerak. Uzluksiz ilm o'rganishga odatlanib, kelgusida o'zingizga ajoyib chuqur safo, jamiyatga minnatsiz to'kib qo'shalaydigan ruh, kelgusida avlodlaringizni yaramli qilib tarbiyalashga bop keladigan ma'naviy qurilma hozirlashingiz kerak.